Keling, ChatGPT'da yana kichik bir misolni ko'rib chiqamiz. Biz undan shunday she'r yozishni so'raymiz. Basketbol o'ynashdan qo'rqadigan, lekin do'stlari yordamida o'ziga ishonchi orttirgan yashil jirafa haqida bolalar uchun she'r yozib ber deymiz. Bu she'r do'stlik, yordam va ishonch mavzularini yorqin aks ettiradi. Albatta, birinchi yozgan so'rovim promptim mukammal emas, lekin bu misol orqali so'rovni qanday qilib yaxshilash mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Hatto shunday oddiy so'rov ham yaxshi natija berishi mumkin. Keling, birga sinab ko'ramiz. Bu yerda pullik versiya ChatGPT 4o orqali foydalanishning afzalligi ko'rinadi. U tez ishlaydi va javoblarda ko'proq tafsilot bo'ladi. She'rni olganimizdan so'ng biz modeldan uni qisqaroq shaklda qayta yozishni so'raymiz. Natijada u asosiy ma'noni saqlagan holda she'rni qisqartiradi. Agar xohlasak, uni arab tiliga tarjima qilib berishni ham so'rashimiz mumkin. Model buni ham osonlik bilan bajaradi. Shu o'rinda aytish kerak, generativ sun'iy intellekt vositalari ingliz tilida ancha kuchli ishlaydi. Shuning uchun aniq va to'g'ri natija olish uchun so'rovlarni, ayniqsa texnik yoki ijodiy bo'lsa, ingliz tilida berish tavsiya etiladi. She'r tayyor bo'lgach, biz modeldan shu she'rga asoslanib bolalar uchun kitob muqovasi dizaynini yaratib berishni so'raymiz. Bepul foydalanuvchilar ham bunday dizaynni olishlari mumkin, lekin ularga biroz ko'proq kutish to'g'ri keladi. Yaratilgan muqova bolalarga yoshiga mos, qiziqarli va she'rlardan ilhomlangan holda tayyorlangan. Unda sarlavha ham bor, jirafa haqidagi she'rga to'liq mos keladi. Biz boshda so'rovda jirafa qo'rqoqligini aytgan edik, lekin model uning oxirida xursand bo'lib o'ynayotganini aks ettirgan. Bu generativ sun'iy intellekt sizning so'zlaringizdan ma'noni qanday tushunib, kontekstga mos ravishda javob bera olishini ko'rsatadi. ChatGPT 4o multimodal, ya'ni matn ham, tasvir ham yarata oladigan model hisoblanadi. Bu degani, agar xohlasak, u to'liq bolalar kitobi yaratib bera oladi. Masalan, 20 ta she'rdan iborat maxsus yosh guruhi uchun moslashtirilgan kitob. She'rlar mazmuni, muqova dizayni, sarlavhalar hammasi bir-biriga uyg'un bo'ladi. Xohlasak, boshqa yosh guruhlar uchun ham moslab berishini so'ray olamiz.